Abdulboriy akam Xiyobon kafega kelgan ekanlar. Men to'g'risi ushlab turaman. Intervyu olmasak bo'lmaydi. Assalomu alaykum Abdulboriy aka. Xush kelibsiz. Sizni ko'rib xursand bo'ldik. Sizlarga o'rnak qilib Marg'ilon tarixidan tuzoq. Marg'ilon shunaqangi tabarruy diyorki, bu diyorda bir qarich yeri yo'qki, ulug'larda qadami yetmagan. Bir qarich yeri yo'qki, ulug'lar nazari tushmagan. Sarmazoriy hazratlari shu otda ketayotganlarida ba'zida otlari to'g'ri yo'lda o'zgartirib aylanib o'tar ekan. Ya'ni aytar ekanlar, ha jonivor ostida yotgan ulug'larga ozor bermaydi deyapti-da, derkan. Shuning uchun bu Marg'ilon har bitta marg'ilonligiga omonat. Bu nomni saqlash, qadriyatimizni saqlash, o'zligimizni saqlash bunga munosib bo'lish kerak. Marg'ilonligimizdan faxrlanamiz. Endi guruch kurmaksiz bo'lmaydi. Noqobil odamlar ham chiqib qolishi mumkin. Ammo oz yo'qlik hukmida bo'ladi. Ozchiligiga qarab ko'pchiligiga baho berilmaydi. O'shaning uchun Marg'ilon diyoriga kirayotgan odamlar avvalda ham niyatini, ixlosini, tahoratini yangilab kirganki, bu shaharda avvalda ham, hozirda ham ahli qalb, nazari o'tkir odamlar bo'lgan. O'shaning uchun niyatlarni to'g'rilab, tabarruy shahar hisoblanadi. Kim nima niyatga kirsa, Marg'ilonga niyati erishaveradi. Bu majmua xalqimizga muborak bo'lsin. Rahmat. Xayrli bo'lsin. Sizlar ishlariga muvaffaqiyat tilaymiz. Mana shunaqa shaharda sizlar xizmat qilmasalar, sizlar ochmasalar kim xizmat qiladi? Borizga shukur. Xiyobon kafega obuna bo'lib qo'ying va kelib marojniy ikkisi ham foydali.